Agar Tanjiro shunchaki bitta xotira orqali Zenitsu darajasidagi tezlikka erisha olsa, biling, kelinglar yaxshisi hamma hashni olib tashlaymiz va 8 tasini hamma texnikalarini Tanjiroga beramiz. Axir unda flashbacklar bor-ku. Agar tanqid qilsam, taklif berib desanglar, muammosiz. Birinchidan, agar Mantehan asoslangan ravishda muammoni yechish yo'lini yozolmasang, qiyin muammoli vaziyatlarni syujetga qo'shmaslik. Ikkinchidan, agar intrigali sahnalarni yaratmoqchi bo'lsang, ularni personaj yechishi uchun syujet bilan asoslab berish. Misol uchun, agar Tanjiro super tezlikni suv texnikasi orqali qandaydir olsa, menda umuman muammo bo'lmasdi, chunki uni kuchi shunga asoslangan. U bu texnikani rivojlantirish uchun sidqidildan mehnat qilib, ancha tayyorlangan. Qaysidir do'sti qachondir qandoq ishlashini tushuntirgandan emas. Afsuski, bu bitta alohida moment. Bunaqa flashback power-up sahnalar iblislar qotilida ko'p. Va agar ikkita sezon va bitta filmda bu unchalik ko'zga tushmasa, 3-mavsumda o'sha jonga tegib, yaqqol ko'zga tashlanadi. Xullas, qissadan hissa shuki, bolajonlar, agar yiqilish xohlamasanglar, baland dorga osilmanglar yoki hech bo'lmasa oldindan xavfsizlik yostiqlari qo'yib olinglar. Kinoteatrda ko'rishguncha.